Yurishdan hech qanaqa foyda yo'q. Akalar, xo'p do'stlar, biz 68-kun ko'pchilik bizga savol beribdi, qaroqchi, bundan keyin yurasizlarmi, bundan keyin mana shunaqa sayohatlar bo'ladimi deb turib. Endi to'g'risi akalar, bizlar plan, maqsad, konkretniy yurish hech qanaqa foyda yo'q deb o'ylaymiz. Prosta yurgandan hech qanaqa foyda yo'q. Bizning orqamizdan ko'pchilik insonlar yo'lga chiqib ketib, qaroqchi, bizani ko'rganmi, boshqa kelganmi, xudo biladi unisini. Hamma shu jicha aktiv bo'lsa, shu yurish subject bo'lsa, hamma shu yurishga qarab chiqib ketyapti-da. Bizlar hech qanaqa insonni, bitta insonni ham даже yurishga targ'ib qilmoqchi emas edik. Yuringlar akalar, kayf qilib Rolls-Royce biladi. Yuringlar kayf qilib o'zinglarning mashinalarni biladi. Pizza yorib yuboringlar akalar. Bu yurgandan hech qanaqa foyda yo'q deb o'ylaymiz bizlar. Prosta bizning maqsadimiz bizga background kerak, ismimiz Google Man bo'lib chiqishimiz kerak. Shu Guinness rekordini hit qilish bo'lgan. Eslanomasini tugatib olsak, xudo xolasa qaytib yurmaymiz ham, yuramiz. Jim bor, o'zimiz tanamizni yana kuchaytirmoqchi bo'lsak, unda ham jim bor. Bizlar maqsad qo'rquvni yengish. Inson human limit qarigacha chidashini ko'rmoqchi edik. Mana qo'rquvlarni yengib o'tdik. Oldimizda mana Italiya, Fransiya degan o'sha o'g'irlar mamlakatlari bor. Ashaddan ham islomni o'tib olishimiz kerak, xudo xolasa. Bizning planimiz shu, bu qo'rquvni yengish. Bu insonni o'zi challenge qilish. Bu yurishdan hech qanaqa foyda yo'q. Akalar, biz o'zimizni mana shu yo'l bilan mentalni kuchaytirmoqchi edik. Asosiy maqsad hayotda masculinity degan energiyani insonlarga spread qilish bo'lgan.